Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti organlari tomonidan firibgarlik holatlari fosh etilmoqda. Xususan, departamentning Mirzo Ulug'bek tuman bo'limi Davlat xavfsizlik xizmati Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Unda fuqaro o'zini boshqa bir shaxslarga mas'uliyat cheklangan jamiyatga qarashli turistik firmasi vakili deb tanishtirib, Saudiya Arabistoni davlatiga umra amallarini bajarish uchun yuborish evaziga 2040 AQSh dollari pul mablag'larini talab qilib olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Bundan tashqari departamentning Yangi hayot tuman bo'limi tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati hamda Ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirda fuqaro boshqa bir shaxsni onasi va 2 nafar tanishlarini umra safariga yuborish uchun viza hujjatlarini rasmiylashtirib berish va umra safaridagi to'liq amallarni bajarishini ta'minlab berish evaziga 3450 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Shuningdek, departamentning Yunusobod tuman bo'limi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan o'tkazilgan tezkor tadbirda esa fuqaro boshqa bir shaxs va uning oila a'zolarini tegishli jamiyatda ishlovchi tanishlar yordamida Saudiya Arabistoniga umra ziyoratiga yuborishiga ishontirib, evaziga har bir kishi uchun 1250 AQSh dollaridan 4 kishi uchun jami 5000 AQSh dollari berishini talab qilib, shundan 4800 AQSh dollari va 2.400.000 so'm pul mablag'larini pora tariqasida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda.